Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputatlari joylarda saylovchilar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganishmoqda. Jumladan, Do'stlik saylov okrugi deputati Yangihayot tumanida fuqarolar bilan uchrashdi. Unda joriy yilning 2-choragi davomida amalga oshirilgan deputatlik faoliyati, hududlarda o'tkazilgan o'rganishlar hamda aholi murojaatlari bilan ishlash natijalari muhokama qilindi. Uchrashuv tafsilotlari haqida navbatdagi lavhamizda so'z yuritiladi. Okrug hududidagi infratuzilmani yaxshilash bo'yicha katta hajmdagi ishlar bajarilgani yig'ilishda ma'lum qilindi. Jumladan, Toshkent mahallasining Bog', Ko'kcha, Markaziy va Baynalminal ko'chalarida 11 000 kvadrat metr, Fayzli ko'chasida esa 7,5 ming kvadrat metr, Yangi Gulzor mahallasida bo'lsa 4 000 kvadrat metr yo'l qoplamalar bilan ta'mirlandi. Uchrashuvlarda aniqlangan muammolar soni 102 tani tashkil etgan. Ulardan hal etilganlar soni esa 93 ta va 9 tasi belgilangan muddatlarda ijrosini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Yangihayot tumaniga Toshkent viloyatidan qo'shilgan mahallalar ham bor. U joylardagi muammolar o'rganilib, shu vaqtga qadar amaliy ishlar bajarildi. Jumladan, ko'chalarning yoritish tizimlari yangilarga almashtirildi. Tumanda olib borilayotgan barcha ishlarda o'sha deputatlarni hamda ijro hokimiyatining hamkorligi asosiy sabab bo'lmoqda. Ko'pgina ijtimoiy binolar qurilib, foydalanishga topshirildi. Maktab, bog'chalar zamonaviy talab darajasida qurilib, bugungi kunda yangi hayotliklar uchun xizmat qilib kelmoqda. E'tirozlar ham bo'lib turadi. Albatta, har bir fuqaro e'tiroz qilishga, o'zini murojaatini bildirishga haqlidir. Albatta, har bir fuqaroning bildirgan murojaatlari deputatlar tomonidan joyiga chiqib o'rganiladi va uning ahamiyatliligiga alohida e'tibor qaratilgan holda murojaat o'rganilib chiqiladi va uning ijobiy hal etilishiga erishilmoqda. Al-Farg'oniy, Do'stlik va Charog'on mahallalaridagi qator 9 qavatli uylarning liftlari yangisiga almashtirilib, foydalanishga topshirildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Yangihayot tumanida 2746 tub manzarali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Shu kuni aholi murojaatlari ham tinglandi. Bunda bolalar maydonchasini barpo etish, ish bilan ta'minlash, yo'l infratuzilmasi singari masalalar bilan fuqarolar mas'ullarga yuzlandilar. Deputat bilan uchrashishimizdan nima bir muammomiz bor. Stadionimiz o'yingohi ta'mirtalab ahvolga kelgandi. Deputatimiz taklif qilib bu masalani biza bildirganmiz, yozma ravishda yozib olgandi. Hal bo'lmadi bu masala. Muammoni yana ko'tardim men. Endi buni yozib chizib oldi. Ijobiy hal bo'lsa kerak degan umiddamiz endi. Ta'mirtalab bu yerda bir katta muammo emas menimcha. O'sha paytda bir 1 milliondan oshsa kerak deb hisobladik biz. Setka petkali qo'yib beramiz bu narsa dedi. Mana shuni o'zi deputat bilan oldi kelishuvdik. Endi hozir yana qayta yozib oldi, balkim ijobiy hal bo'lsa kerak bo'laman dedi. Mavluda Ikromxo'jayevaning nabiralari O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini tamomlagan. Ko'plab tashkilotlarga ish so'rab murojaat qilgan, ammo hamon ishsiz. Men navaram Jahon tillari universitetini xorijiy til adabiyot fakulteti, ingliz fakultetini bitirdi. Endi o'sha ishga joylashish kerak. Ancha bo'lib ketdi. Hamma maktablarga bordik. Ular ham joy yo'q dedilar. Boshqa maktablarga hammasiga bordik. Borib chiqdik, o'tda ham joy yo'q deyishadi. Yetdik muammolarni chaqirishdi. Tohidaxon shular bilan gaplashinglar, shular bilan hal qilib beradilar. Fuqarolar bilan uchrashuvda ayrim masalalarga shu yerning o'zida huquqiy maslahatlar ham berilgan bo'lsa, qolgan murojaatlarni o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqib, muammoga ijobiy yechim topish yuzasidan kelishib olindi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.